Lekin Ilyos aka bugun yangi premyera olib kelgan. So'zlari kimligini bilib olamiz hozir. To'g'rimi Ilyos aka? Sovg'a sifatida Ilyos aka. Albatta bugun biz quruq qo'l bilan kelmaganmiz ustozlar bayramiga. Mana Zo'r TVda aynan birinchi marta ijro etilishi bo'ladi bu ashulani. Bu qo'shig'imiz Bobur Bobomurod so'z bilan aytiladi. Qanday tasodif. Bu Farg'ona tong o'tguncha degan mashhur ashulamiz bor-da. Ustozlar merosidan Farg'ona tong o'tguncha juda ham bir u xalqchil darajaga yetgan ashulalardan. Shundan ilhomlanib Bobur akam bir kun aytdilarki, bir tadbirda ko'rishganimizda Ilyosjon bir she'r chiqib qoldi, juda ham zo'r, o'zimga yoqdi deb aytdilar va qanaqa ekan desam agar o'sha Farg'ona tong o'tgunchadan ilhomlanib yozdim. Chunki u Farg'ona tong o'tgunchadan shunchaki ilhomlanib bo'lmaydi-da. U ashulani tarixini bilish kerak-da. Bobur akam o'shani tarixini yaxshi bilgani uchun, o'shandan ta'sirlanganlari uchun shunaqangi bir yaxshi bir she'r chiqqan va u ham menga juda ma'qul bo'ldi-da va o'sha Farg'ona tong o'tgunchani bir nazirasi sifatida bir ohang bastaladik. Bobur akam o'sha ozgina Farg'ona tong o'tguncha haqida ham gapirib bersalar agar, menimcha tomoshabinlarga qiziqarli bo'lsa kerak. Qo'shiqdan keyin qilsak-chi shuni. Mayli. Mana shu qo'shiqni bir eshitib maza qilaylik. Hozir hammani qiziqtirib qo'ydingiz. Qiziqtirib qo'ydingiz. Hamma kutib o'tiribdi. Hammaga premyera qo'shiq. Marhamat. Reklama bermaymizmi? Yo'q. Marhamat. Bermaymiz, reklama bermaymiz. Siz uchun. Asir yo'q, g'azal bo'lmas. Asir yo'q, go'zal bo'lmas. Asir yo'q, g'azal bo'lmas. Asir yo'q, go'zal bo'lmas. Darddan ohang taronada tong otdim-u Farg'onada. Darddan ohang taronada tong otdim-u Farg'onada. Tig'i
go'zal bo'lmas, asir yo'q go'zal bo'lmas. Darddan ohang taronada, tong otdimu Farg'onada, tong otdimu Farg'onada. Rahmat. Aferin. Judayam zo'r Bobur aka. qo'shiq. Judayam chiroyli chiqdi, Ilyos Bobur aka.